Al-Muhaymin ismini dars qilib boshlaymiz. Alloh taoloning go'zal ismlaridan Al-Muhaymin. Al-Muhaymin ismi, birodarlar, Alloh taoloning bu ismi Qur'oni Karimda bir o'rinda vorid bo'lgan. Astagfirullah. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallohi amma yushrikun. Hashr surasi. U Alloh shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U yolg'iz podshohdir. Barcha ayb va nuqsondan pok, salomatdir. O'zi xohlagan bandalarini dunyo balo ofatlari va oxirat azobidan omon qilguvchidir. Bandalarning amallarini ko'rib kuzatib turguvchidir. Al-Muhaymin qudrat sohibidir, bo'yin sundirguvchidir, tanho kibr egasidir. Alloh ularning, mushriklarning shirklaridan pokdir.